Butun dunyoda ta'lim tizimlari iqlim o'zgarishlariga moslashish maqsadida takomillashib, yoshlarni barqaror kelajak uchun zarur bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlamoqda. O'zbekistonda bu sa'y-harakatlar atrof muhitni muhofaza qilish hamda inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha milliy ustuvor vazifalar bilan chambarchas tarzda amalga oshirilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi, Qatar davlatining ta'lim hamma narsadan ustun jamg'armasi, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Zamin xalqaro jamoat fondi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan qo'shma tashabbus doirasida mamlakat bo'ylab iqlim ta'limini kuchaytirish ishlari olib borilmoqda. Bu treningda mana shu ustozlarimizga barcha ma'lumotlar yetarlicha berib borildi hamda bu asosda buni quyida tashkil etishi asosiy tartibi kaskad usulda tashkil etish maqsad qilib qo'yganmiz oldimizga. Kaskad usulda tashkil qilish hozirgi o'rganayotgan master trenerlarimiz o'zlarining hududlariga borib, ya'ni tumanlarga borib, yetakchi o'qituvchilarni xuddi mana shu sxema asosida o'qitishadi hamda u o'rganganlarini yetakchi o'qituvchilarimiz esa o'zining maktablarida, ya'ni viloyatimizda faoliyat olib borayotgan 800 dan ortiq maktabdagi 4000 dan ziyod tabiiy fan o'qituvchilarimiz mana shuni o'rganib borishadi. Qo'shma tashabbus orqali 1.300.000 dan ortiq yoshlarning iqlimga oid bilimlari va amaliy yashil ko'nikmalariga ega bo'lishi kutilmoqda. Bu esa yanada barqaror va chidamli kelajakni ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur sa'y-harakatlar markazida bu g'oyalarni sinfxonalarga olib kiradigan hamda o'quvchilarning ekologik muammolarini tushunishi va ularga munosabatini shakllantiradigan o'qituvchilar turadi. Bir-birimiz bilan tajriba almashdik. Trenerimizdan katta tajriba, har xil shu o'yin, boshqa metodlar bilan o'zimga shu katta tajriba olib ketyapman. Mashg'ulotlar ichidagi ko'nikma bu asosan shu faqat leksiya orqali o'quvchilarga yetkazib berish emas, bizni fikrimizdagi, ongimizdagi yo mana shu tabiatda bo'layotgan buni shunaqa o'yin turlari, mashg'ulot turlari bo'yicha berish imkoniyatiga ega bo'lish, men shuni o'rgandim. Iqlim o'zgarishi ta'limini rasmiy maktab o'quv dasturiga kiritish va 10.000 dan ziyod maktabdagi 50.000 o'qituvchini tayyorlash orqali loyiha har bir o'quvchiga interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bu vositalar o'quvchilarga iqlim o'zgarishining asosiy mavzularini o'rganishga, iqlim fanlari, moslashuv va yumshatish strategiyalari, ekologik barqarorlik haqidagi tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, suv mavzusida suvni ekonom qilish bo'yicha qilishim mumkin. Yo bo'lmasam 10-sinfda uglevodlar mavzusini o'tamiz yoki benzin, yoqilg'i sifatida gaz, tabiiy gaz, neft, shu mavzularni o'tayotganimizda tavsiya etaman va bizda hamma darsligimiz oxirida ekologiya bo'yicha bobimiz bor, o'sha boblarda ham tushuntiriladi. Lekin boshqa fan o'qituvchilariga ham aytib, ko'rsatib, tushuntirib, iloji boricha amaliy mashg'ulotlarni o'tkazib tushuntirishga harakat qilamiz o'zlar mavzular bo'yicha. Mutaxassislar salohiyatini yuksaltirish borasidagi sa'y-harakatlarni amaliyotga tatbiq etish maqsadida 14 ta hududda 28 ta 3 kunlik trenerlar uchun treninglar tashkil etilmoqda. Mazkur keng qamrovli mashg'ulotlar hududiy mutaxassislarga kaskad usuli orqali 3 ta asosiy yo'nalishni, iqlim o'zgarishi bo'yicha ilmiy bilimlarni, fanlar aro integratsiyani hamda metodik tayyorgarlikni yetkazish imkonini beradi. Ta'limga iqlim o'zgarishlarini integratsiya qilib o'rgatilishi natijasida o'quvchilarda avvalambor ekologik madaniyat shakllanadi va o'zlari yashab turgan joylari, maktablari, uy joylarida iqlimni asrash uchun harakatlarni boshlashadi. Masalan, uylarida suvni tejab ishlatishni, chiqindilarni kerakli joylarga ajratib qo'yishni, havoni ifloslantirmaslik uchun turli xil xazon rezgillarini yoqmaslikni, shunga o'xshash qoidalarni o'rganishadi. Ushbu yondashuv iqlim ta'limini kundalik o'quv jarayoniga olib kirish orqali butun mamlakat bo'ylab o'quvchilarni qamrab oladi va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi. Bu mavzular, modullar darsliklarga integratsiya qilinyapti hamda ana shu o'quvchilarimizga dars jarayonida ham tushuntirib boriladi. Yosh yigit-qizlarimizda iqlim ta'limida yuzaga kelayotgan muammolarni qanday bartaraf etish, yuzaga kelganda qanday loyihalar asosida ish olib borish o'rgatiladi. Ta'lim hamma narsadan ustun jamg'armasi ko'magida amalga oshirilayotgan hamkorlik yoshlarning nafaqat kelajakka tayyorgarlik ko'rishi, balki uni faol ravishda shakllantirish uchun zarur bilim va ko'nikmalarni egallashini ta'minlaydi.